Endi hurmatli kuzatuvchilar, what things in your town do you not like birikmasiga to'xtalamiz. Not like the ma'nosi yoqtirasiz emas, ya'ni yoqtirmaysiz. Aynan nimasi yoqmaydi desa, demakki biz quyidagi 4 ta qolipdan foydalansak bo'ladi. Qoliplarimiz birinchisi I really dislike. Dislike'dan keyin 3 ta nuqtaning ichiga biron bitta fikrni qo'yamiz ekan, ideyamizni qo'yamiz ekan. Okay, keyingisida is something I don't like. Bo'sh qoldirilgan joyga bu yoqqa ham ideyamizni qo'yamiz ekan. Keyin I'm not very keen on, bu yoqqa ham ideyamizni qo'yamiz ekan, ideyamizni. Va I find, bu yoqqa ham ideyamizni qo'yamiz ekan, unpleasant. Har bitta qo'yilgan ideyadan keyin biz ideyamizni davom ettirib ketishimiz kerak, ya'ni qo'shimcha gap qo'yib ketishimiz kerak, ya'ni support qilishimiz kerak. Support degani bu gap, support degani uni sababi, natijasi, misollari keltiriladi. Sabab, natija, misollar keltiriladi yoki undan keyin nima bo'lganligi aytiladi. Bitta qo'shimcha gap bilan support qilsalaring bo'ladi. Chunki hozir o'zi bitta multi level IELTS'larda bitta savol bersa, unga javob, misol uchun 4 ta sentence juda ham normal hisoblanadi, oddiy talabga muvofiq hisoblanadi. Bitta savolga 4 ta sentence bilan javob berish. Endi sizlarda rostdan ham 4 ta sentence bo'lyapti. Birinchi, mana e'tibor bersang, hozir 4 ta sentence keladi. I really like, I really dislike, something I don't. Va har bitta sentence'ga biz support qilyapmiz. Bu o'sha gapni davom etishini ko'rsatyapti. Mana endi bo'sh qoldirilgan joyga men ideyalarni olib kelib qo'ydim. Birinchisi crowded streets. Crowded streets olib kelamanda bo'sh qoldirilgan joyga buni qo'yaman. Endi bu ideyamni support qilib ketishim kerak. Crowded streets. E'tibor bering, I really dislike crowded streets because qarang, sababini aytib ketyapman. When you walk along, you highly likely to bump into another person. Bump urilib ketasizlar. And there is highly likely to be a high crime rate. Jinoyat ham nisbatan baland bo'ladi. Misol uchun pickpocket degan jinoyatlar bor. Kim shunday kesuvchilar bo'ladi. Xo'sh, keyingisiga e'tibor bersang, industrial city ni olib kelyapmanda, bo'sh qoldirilgan joyga qo'yapman. Industrial city is something I don't like. Industrial city yoqmaydi menga. Nimaga desang, bu gapni davom ettirib ketyapman. E'tibor bersang, hozir mana shu ideyalarimni rangini yashil qilib qo'yib. Because there are some factories in the city, oil extract factory, which pollute atmosphere, which pollute air, and this is usually harmful for the lungs. O'pkaga zararli ekan. Hozir men nima qildim? Demakki, ideyamni qo'ydim va ideyamni yana davom ettirib ketdim. Qo'shimcha gap qo'shdim bu yoqqa. Qo'shimcha gap qo'shib ketar ekanmiz. Keyingisi, I'm not very keen on relaxed lifestyle. Sokin hayot, misol uchun menga yoqmaydi deyapti. Endi bu kimgadir sokin hayot yoqar, kimgadir yoqmas sokin hayot, lekin bu gapirayotgan odamga yoqmayapti. Bu demakki, deylik, bironta ishxonaning rahbari bo'ladigan bo'lsa, aytishim mumkin, I'm not very keen on relaxed lifestyle because employees come to work quite late. Nisbatan kech keladi. Keyingisi, I find tiny apartments unpleasant. Menga ko'ra deyapti, kichkina katalak uylar noqulay. Nimaga noqulay desa? Because people in Asia are usually sociable people and they like inviting people to their houses, homes, but it is impossible to invite people to tiny apartments. Demakki, men hozir mana shu holatda nima qildim desa, ideyamni aytdimda, yana support qildim. Gapni davom ettirib ketdim. Gapni davom ettirib masalalaring bu albatta davom ettirib ketish kerak ekan. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, what things in your town yoki city do you not like desa, I really dislike. Fikrimizni qo'yamiz, gapni davom ettirib ketamiz. Ikkinchisi, industrial city is something I don't like. Fikrimizni qo'yamiz, gapni davom ettirib ketamiz. Keyingisi, I am not very keen on relaxed lifestyle. Relaxed lifestyle o'rniga sizlar
weather qo'ysaring bo'ladi, because in summer it is very hot, boiling, absolutely boiling, havo qizib ketadi. In winter it is quite freezing, havolar sovib ketadi. Havoni qo'ysang bo'ladi yoki traffic qo'ysang bo'ladi, because traffic is usually pollutes air and creates noise pollution. Havoni kirlatadi, shovqin bo'ladi, and leads to stressful lifestyle. Stress olib keladi. E'tiborlaring va oxirgisi e'tiborlaring I find tiny apartments ko'plikda bo'ladi, unpleasant. Demak, men ideamni qo'ydim, qolipni ichiga ideam qo'ygandan keyin ideamni yana davom ettirib ketdim. Shunday qilib speakingimizni mukammal qilib olamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha